Aynan nega pedagogika? Ba'zan o'zimga ham shu savolni berib qolaman. Aslida buning javobi mening qonimda bo'lsa kerak. Onajonim ham o'qituvchi bo'lganlar. Ammalarim ham umrini shu sohaga safarbar qilishgan. Men uchun dars berish majburiyat emas, hayot tarzimga aylangan edi. Qorong'i tushganini sezmay qolib, ertangi kunlardagi darslarimga tayyorgarlik ko'rardim. Hattoki jamoat transportida ertangi darslarimni tahlilini qilib ketardim. O'rta tibbiyot xodimlariga tibbiy bilimlarni aniq va sodda qilib tushuntirish mening asosiy maqsadim edi. Izlanishlarim sabab bir yilda kafedra mudiri qilib tayinlandim. Yosh ustozlarga yo'l ko'rsatib, jamoada yaxshi ustoz, yaxshi kelajak tamoyilini joriy qildim. 2024-yil 1-fevraldan Registon tibbiyot texnikumida men o'z faoliyatimni boshladim. 9-fevral kuni litsenziya oldik, 4-mart kuni esa eshiklarimizni ilk talabalar uchun ochdik. Ilk qabulimizda 80 nafar o'quvchi, 5 nafar asosiy ustozimiz va 8 nafar o'rindosh ustozlarimiz bor edi. Sifat bor joyda bilim bo'ladi. Bilim bor joyda natijaga erishiladi. 2 yil avval bor yo'g'i 80 nafar o'quvchi bilan faoliyat boshlagan bo'lsak, hozirgi kunga kelib 1000 nafardan ziyod o'quvchini Registon tibbiyot texnikumi o'z bag'riga oldi. 2025-yilga kelib jamoamizda 50 nafardan ziyod shifokorlar va pedagoglar faoliyat yuritib kelmoqda. Ulardan 2 nafari hozirda ilmiy ish himoyasi jarayonida. Toshkent shahrining eng nufuzli klinikalari, oliy ta'lim muassasalari va xorijlik hamkorlar bilan 50 nafardan ziyod hamkorlik shartnomalari imzolandi. Bu yilgi ilk qaldirg'ochlarimiz kasb diplomlarini olishdi. 90% o'zlari orzu qilgan ishlarga joylashishdi. Pandemiya vaqtida shifokorlarimizning matonati hammaga saboq bo'ldi. Tibbiyot xatoni kechirmaydigan, e'tiborsizlikka o'rin yo'q bo'lgan sharafli kasbdir. Men har kuni texnikumga kirib kelar ekanman. Talabalar ko'zdagi uchqunni ko'rib xursand bo'laman.